14-chi ishlab chiqarilgan Nexikini ko'rganmisizlar? Gulshitlar ashi yomonlarni qo'yib yuborgan ekan. O'zi ham bitta ko'rsatib qo'ying, orqalarini cho'ktirib, mana mashinani yorvoration qilib qo'ygan ekan. Ko'rib like bosib qo'ying. Mashinamiz juda ham a'lo darajada turibdi. Tug'ilgandan beri o'zi ham benzin yurgan, gaz pas ko'rmagan. Ko'ryapsizmi, yurishdilarni ashi uchib yuboradi mashinamiz. 2014-yil atiga 98 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 4 ta baloni yangidek bo'lib turibdi, Espero kalpaylar bilan mana. Holati zo'r. Krugoy tonirovkalargacha bor ekan mana. Gentra bar, Gentra rol qo'yilgan mashinamizga. Holat tiniq turibdi. Generalli beriladi. Mana mash qanot mash kapotda petnosi bor ekan. Ichlari ham yo'q, butun o'tim yetmagan. Mana motorlari. Sons gibrid bo'ladi. Bular economizer, yaxshi akkumulyator, gidravlika hamma bez kondisioner Lux deydi mashinasidan ekan. Faqat kondisioner yo'q, qolgan joy Lux. Narxi 5,5 ming dollar aytilyapti. 5,5 ming dollardan kelishgan degan joy bor, aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Yili zo'r ekan, asosiysi probegi ham zo'r ekan, uni ustiga yetmaganda tonirovkasi ham bor o'rtoqlar. Videoni sirasiz Nexia Hollga tashlab qo'yasizlar.